Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridan Xudo xolasa Cobalt'lardan videoroligimizni boshladik. Bu yoqqa like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariyalarda qoldirib o'tishingiz mumkin. Qani bo'lmasa boshlaymiz do'stlar. Andijon mashina bozorida hafta kuniga yakshanba 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'larning qorasidan so'raganlar bo'lsa, akalar imkon darajasida pul arzonroqdan syomka qilishga harakat qilamiz. Bu ham birinchi pozitsiya ekan akalar. Metani bor. Diskalar qo'yilgan, balonlari o'rtacha holatda. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, oyna ko'tarish yuklari mexanический bo'ladi. Probeylari qancha ekan endi so'raymiz. Orqa sochiladimi? Probegi nechi buni? Akkumulyator o'tiryapti ekanmi? 513 ming? 513 ming yurgan. Akkumulyator o'tirib qoldi shekilli. Yonib qoldi-yu. Metanlari bor, orqa holatlarini ham o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. 513 ming yurgan 2013 birinchi pozitsiya. Kraskalarchi aka? Kraskalari bor, bu yerda prosta yuzaki mana maloyim o'z ichiga o'tmagan. Mana ichiga o'tmagan yuzaki qismida kraskalari bor, ha? Mana butun mashina. O'zingizlar ham ustalar bo'lsa ko'rib olasizlar. Motor sotyapmi? Motor galopga hadovoylari 50%, 60% kraskasi bor. 50-60% bor. Pulini arzon aytamizmi aka? Pulini arzon. 5300 dan o'tib beramiz. 5300 kami bor. Variant bormi, naqmi? Iloji bo'lsa naq pulga, bank variant yo'q. Ha, iloji boricha naq pulga arzon qilib beramiz, ha. Arzonroq. Raqamlaringiz? 88 Aha. 055 Aha. 20 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mana holatini ko'rdinglar. Cobalt'larda akalar yili yangiroqlaridan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, 2021-yilda ishlab chiqarilgan oqidan ko'ringlarchi 21 oq ABS konsiner gidravlikalari bor. Mexanika bu. Benzin ekan. Yumshoq balonlari bor ekan, mana yangi. Benzinda yurgan mashina. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak akalar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. 142 ming yurgan. 142 ming yurgan. 142 ming probeg. Orqasini qanday ochamiz buni? 142 ming. Orqa obshivka, narko holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p. Balon holatlari zapaska qismlari yangi turibdi. 142 ming yurgan toza 21. Olib sarflaydigan joylari yo'q-a? Yo'q. Qayya? Puli qancha buni puli? 92 kami bor. 92 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? 1-2 ming yetmasa beraveramiz 3 oyga. 1-2 ming yetmasa 3 oygacha nasiya qilsak bo'laradi. Telefon raqamlaringiz? 91 477 40 91 477 40 06 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi bunga tog'a? Savdosi qanaqa bo'ldi savdosi? 83 ga naqqa bermadingiz. Qo'shsa kelishiladi. Xo'p, bo'ladi. Aloqaga chiqaramiz. Yangiroqga qiziqib yurgan obunachilarimiz bo'lsa, 2024 kraskasi top tozasidan ekan do'stlar. Ko'ringlarchi. ABS konsiner gidravlika 4-pokoleniyada gaz, metallari bor. Holatlarni aytadigan bo'lsak, zavodskoy diska balonlarida. Kraskasi toza ekan 24. Probegi 77907. 77 ming yo'q-yo'g'ida yurgan. Kraskasi toza. Orqasini qanday ochamiz ekan buni? Orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Salonlari polni zavodskoy holatda turibdi. Orqa obshivka, orqa holatlarni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Metallari bor 90 talik. Pol qismlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Motori yaxshi ekan. Kraskasi toza 77 ming yurgan 24 da. Narxini qancha aytamiz? 10800. 10800 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Naq. Faqat naq pulga sotiladi. Telefon raqamlaringiz? 93li. Aha. 425. Aha. 7001. 7001 raqamlariga telefon qila olamiz. Baqillar ham bor. Batriga demoshlar kelishsa bo'ladi-da. Yaxshi. Bu bozor savdo qildimi, sir bo'lmasa? Qildi. Necha pulga bermadingiz? 92. 92 ga naqqa bermadingiz.
qo'shsa kelishiladi. Yaxshi akalar, holatini ko'rdinglar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'larni orqadan do'stlar ko'ringlarchi. 2014 holatlarni aytadigan bo'lsak, ABS konditsioner gidravlika. Xo'p. Balonlari ham yaxshi. Yurgani qancha? 439 ming. 439 ming yurgan 2014 3-pozitsiya ekan bu. 3-pozitsiya. Orqasi o'zi ochiq ekan. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Xo'p, metanlari bor, ko'chatlab olinibdi, mana tayyor. Xo'p, kraskalar qanaqa bunda kraskalar? Kraskasi mana shu kilos to'liq. Aha. Oldi kapotda nariga 10 qo'l tomonida 2 qarish pettosi bor. Aha. Qolgan joyi? Orqa kapotda pastida pettosi bor. Chola ekan, petnolar ekan-da. Yana bir qator tekshirtirib ko'rsatib olasizlar akalar, tog'lar o'zlari tekshirtirib olishadi. Puli qancha puli? Buni 63 deyapmiz, ozgina kami bor. 63 kami bor. Nasiya savdolar bormi yo naqmi? Ashi gap bu ham. Ha, ozroq yetmay qolsa kelishsa bo'laveradi. Kelishilaveradi. Oyma-oy bersa. Xo'p, bo'ladi. Raqamlaringiz? 91lik. 91 477 477 4006 raqamlariga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Holatini ko'rdinglar. Naqqa necha pul bermadingiz tog'a? Uni savdo bo'lmadimi? Hali savdo bo'lmadi. Xo'p, bo'ladi. Yangiroqdan so'ragan obunachilarimiz uchun 2025-yilda ishlab chiqarilgan 46 ming yurgan ekan akalar. Balonlar yaxshi holatda, diskalari o'ziniki. Holatlarni aytadigan bo'lsak akalar, 4-pozitsiya avtomat korobka bo'ladi. 46884 kilometr yuribdi akalar. 46 ming deb berasizlar. Kraska tegmagan aka? Kraska tegmagan, top-toza. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holat ancha tetik, yangi holatda ekan akalar. Chexollari ham turibdi ekan mana. Propan gazlar. Chexollari o'ziniki ekan o'zi. Chexollarni yechib zavodskiy holatda olib chiqilgan bozorga. Oldinlarni bitta ko'rsatib o'taylik, ana undan keyin qizig'i, narxi qoladi. 4-pokoleniyada gaz, ABS. ABS bor-a buni? ABS bor-a? Hamma yo'g'i bor. Narx qanchaga bu? 11,5 mingdan tushib beramiz aka. 11,5 kami bor. Kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi aka? Oldindan qancha bo'lsin premium? Yarimi bo'lsin. 50% puli borlarga variant orqali kelishlari ekan do'stlar. Kimga yoqsa telefon qilamiz. Telefon raqamlaringiz 94lik. 94 384 0999 raqamlariga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Mashinaning holatini ko'rdinglar. Naqqa necha pul so'rashyapti aka, sir bo'lmasa? 111 berishdi. 11 ga naqqa bermadingiz. Qo'shsa kelishlar. Yaxshi telefon qilaveramiz akalar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'lardan ko'ringlarchi do'stlar. Holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mashinaga bitta baho berib berasizlar. 14 deyapsiz-a buni? 2014 ABS yo'q. Birinchi paysami bu? Birinchi paysasida. Birinchi paysa ekonomizeri bor ekan. Demak akalar, yevroga ishlab chiqarilgan birinchi paysalardan balonlar almashtirib olar ekan. Buni puli arzonmi aka ish qilib? Oyna ko'tarib tushirgan elektron oldilari rollalirovka bo'lar ekan. Probeg qancha buni? Probeg 400 ming. 400 ming atrofida yurgan. Motor, korobka, hadovoylar qanaqa? Hamma yo'q joyi. Rasxodlari yo'qmi? Rasxodlari yo'q, odam bor ekan. Rasxodlari yo'q. Endi o'zingizlarga bitta moslab olasizlar ekan akalar. Oldi butun hamma yo'q. Ko'rsatib o'tchaklar. Kraskalari bor lekin, a? Kraskasi bor, 40% bor. 40% atrofida kraskasi bor. Xo'p, buni puli qancha endi? Qizig'i. 5,5 ming kam bor. Aha. Variant kelib kelishaveramiz. 2 ming puli borlar. 5,5 ming kami bor. Variant nasiyaga ham kelishaveramiz. Telefon raqamlaringiz? 93lik 826 6000. 6000 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Buni aka qancha bo'lsa oldindan 2000 bo'lsinmi? 2000 puli borlarga nasiya savdoga o'zaro, ya? O'zaro kelishiladi. Yaxshi do'stlar, telefon qilaveramiz. 356 ming yurgan. Pul arzonroq Cobalt'lardan davom etyapmiz do'stlar. Like va podpiska esdan chiqib qolmasin. 2013-yilda ishlab chiqarilgan 300 qancha dedingiz? 356 ming yurgan. 356 ming yurgan. Birinchi paysda. Ha, knopkalar qo'yib qo'yilgan ichkariga. Bu bozorda akalar faqat birinchi paysa olamiz shekilli. Mana yo 3-chi yo 4-chi birinchi paysa olishim akalar. Balonlar yaxshi, diskalar savat, diskalar qo'yilgan. 17lik. Kraska qanaqa dedingiz? Kapot bilan krilo ikkovida. Kapot kriloda kraskasi bor. Qolgan joyi tozami?
Oynalar elektron qilib qo'yilgan, qolgan joylari toza deyilyapti. 356 ming probeg, o'zini radnoy probegi. Hop, holatlari yaxshi. Orqalari toza dedingiz-a? Olib sarflaydigan joylari yo'qmi? Yo'q, mashina minishga tayyor. Minishga tayyor, asfalt pasportlari Motorlari ham yo'q. qilingan. Metallari bor. Motorlarni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Motorlar ham qilib qo'yilgan deyilyapti. Xo'p, akalar, mashinaning kamchiligi yo'q deyilyapti. Keyin qilib beraverasiz. Ha, gench ko'radi. Pulini arzonroq aytamizmi? Pulini 6000 kami bor. 6000 kami bor. Kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Barterga kelishaveramiz. Bank qilinaveradi. Barterga kelishsa bo'ladi. Yaxshi, telefon raqamlar 90 625 45 11. 45 11 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo necha pul bo'lyapti endi? Puli 53 pul edi, berganim yo'q. 53 ga naqqa bermadingiz. 5,5 ga bo'lsa, naq bo'lsa, puli shitir bo'lsa beraveraman. Xo'p bo'ladi do'stlar, telefon qilamiz, holatini ko'rdinglar. Cobalt'larda yangilardan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, 2025-yilda ishlab chiqarilgan Midnight do'stlar. Ko'ringlarchi holatlarini, salonlari juda boshqacharoq qilinganmi yo yangilaridan balonlari yaxshi, diskalar zavodskoy, tayyorlovkalari ham bor ekan даже. Midnight ekan akalar, Android monitorlar qo'yib qo'yilgan, salonlari ham 13380, 13000 u yoqda yurgan, salonlari go'zal holatda turibdi. 13000 yurgan, gaz pas bitta ko'rsatib o'tamiz gazlarini. Orqasi o'zi ham ekan yo pultda ekan, pult o'zida ekan. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Kuydiryapti-yu, gaz pas bormi yo'qmi? Orqasini bosib berasizmi? Mana bilinib turibdi o'zi. Tayyorlovka ruxsatlari bor-a? Tayyorlovka ruxsatlari bor, 2025, 13000 yurgan, orqa yo'qsa qo'yavering. Kirashga tegmagani? Puli qancha puli? 12500. Kami bor-a? 12500 kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? Variant bormi yo'qmi? Faqat naqd pulga 12,5 kami bor ekan do'stlar. Kimga yoz telefon qilamiz? Nomerlarni aytib berasizlar. 91 600 73 77 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo bo'ldimi bo'lmadimi? Naqd pulga sir bo'lmasa. 12 ga naqqa bermadingiz. Qo'shsa kelishiladi. Yaxshi do'stlar, aloqaga chiqarasizlar, holatini ko'rdinglar. 2015-yilda ishlab chiqarilgan oqidan do'stlar, ko'ringlarchi. 2015. Xo'p, ekonomizerlari bor, Euro variant, ABS yo'q, konditsioneri bor, konditsioner ishlaydi. Metallari bor. Balonlari ham yaxshi holatda, diskalari qo'yilgan. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, akalar, faqat oldini elektron, orqalari mexanik bo'ladi. Probegi 338 ming. 338 ming yurgan Android monitorlari bor. O'ziniki 338 ming. 338 ming. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi, metallari bor, tayyor. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 15%. 2 kirlarda yechilmasdan septirib qo'ydi, 2 orqa kirlarda petno bor. Aha, yaxshi. Demak, qattiq udalari yo'q. Yo'q, udari yo'q. Motor garobga hadovoylari ham yo'q, yaxshi. Yurishtirishi zo'r. Olib sarflaydigan joylari yo'q, xudo xolasa. Tayyor minishga. Puli necha pul? Puliga 6800 dan ichga tushib beraman. 6800 kami bor. Yaxshi. Telefon raqamlar 90 625 45 11. 45 11 raqamlariga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Variant bermaysiz-a? Yo'q, variant bo'lsa, naqqa bank Nazorat qilib qilib beraveramiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon qilamiz akalar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi tozasidan akalar. Ko'ringlarchi mashinaning holatlarini. Yoqib qolsa aloqaga chiqarasizlar egalariga. 23 ABS konditsioner gidravlikasi bor, metallari bor. Holatlari yaxshi. Xo'p, balon almashtirib olar ekan-a? Balon bosib olasizlar ekan akalar. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, chexollar taqib qo'yilgan, chiroyli qilib, probegi 59000 kilometr yurgan. Orqasi ochiladi-a? Pul to'yizdami? 59000 kilometr yurgan, kraskasi toza dedingiz-a? 23 o'zini zavodskoy diskasi 4 ta balon bosib olasizlar ekan akalar. Metallari bor, mana tayyor holatda.
Monitorlar qo'yib qo'yilgan. Olib rasxod qiladigan joylari yo'qmi? Bo'lmasa balon almashtirib oladi. Balon bilan chexol qilib olsanglar bo'ldi ekan. Aha. Minadi. Puli qancha buni puli? 10.500 dan jinni o'tib beramiz. 10.500 kami bor. Variant nasiyaga beriladimi yo naqmi? Variantdan bor. Variant qancha bo'lsa oldindan? 8.000 7-8 ming puli borlarga 3 oygacha akalar yengil nasiyasiga kelishib olar ekan. Kimga olsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz? 90li 143 22 22 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Bozor nech pul qildi naqqa sir bo'lmasa? Pachkaga bermadinglar. Pochtaga kelishiladi. Yaxshi do'stlar, aloqaga chiqaramiz, ko'rdinglar mana. 2017-yilda ishlab chiqarilgan oqidan do'stlar, ko'ringlarchi 17 asosan akalar yevroga chiqqan 16-17 lar, lekin o'ta kamdan kam holatda o'zimizda bor edi. ABS konseyner gidravlikasi bor. Metallari bor ekan, mashinani holatlarini aytadigan bo'lsak, balonlari ham o'rta holatda. Salonlarni aytadigan bo'lsak, to'ralon elektron, ikkinchi pozitsiya Aziya ekan akalar. 253 ming probek. Monitorlari ham, monitorli mikrofonlari ham bor ekan. Orqasini qanday ochamiz buni? Orqasi ochiladimi? 254 ming yuribdimi? Yo'q, 320 ming yurgan. 320 ming yurgan. Bu probegi almashtirib qo'yilganmi? 320 ming yurgan akalar. Oldindan aytib o'tyapmiz, mana ko'rib turganlardek metallari bor. 320 ming yurgan. Motor korobka hadovoylar yaxshimi aka? Hamma yo'q. Rasxodlari yo'qmi? Yo'q. Rasxodlari yo'q. Kraskalari-chi? Ikkita joyida petlosi bor deb qo'yamiz, kraskasi. Ikkita joyida kraskasi bor. Kapotda, Aha. kriloda bor. Qattiq urilgan aytgan joylari yo'q-a? Puli qancha puli? Pul 7,5 dan tushib beramiz. 7,5 kami bor. Variantlar berasizmi yo naqmi? Faqat naq puli sotilar ekan. Dehqon egalaridan kimga olsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz? 94lik 94lik 010 010 0976. 0976 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Nech pulga bermaysiz endi buni sir bo'lmasa? Bozor naqi nech pul qildi? 6,5 67 qilyapti. 67 gacha savdosi bo'ldi. Gap yo'q lekin akalar telefon qila olasizlar, holatini ko'rdinglar mana. 2014-yilda ishlab chiqarilgan oqidan do'stlar, ko'ringlarchi. 2014 diskalar qo'yib qo'yilgan ekan, yumshoq balonlar. Yangicha diskalar qo'yilgan, salon holatlarini aytadigan bo'lsa, shumkalar bo'lgan. Probegi 354 ming ekan do'stlar. 354 ming yurgan. Orqa oldalarni ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqasi pult ochiladimi ekan? Ochildi. Kraskalar qanaqa aka? 30% bor, ichiga o'tmagan. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Bunga ham, shunga ham polni shekilli akalar. Propan gazlar. Hop, holatlari yaxshi. Holalarni ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana akalar, ABS konseyner gidravlikasi bor. Ishlayapti, ishlamayapti bilmayman lekin. 354 ming yurgan 2014. Hop. Puli qancha aka buni puli? 6 mingdan tushib beramiz aka. 6 ming kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Naq faqat. Faqat naq puli sotilar ekan do'stlar, kimga olsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz? 99lik 99 08 908 08 02. 02 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo nech pul bo'ldi aka sir bo'lmasa? 5,5 7cha pasal. 5,5 ni pastrog'ida so'rayapti. Yaxshi, aloqaga chiqa olasizlar akalar. 2 euro. 2015-yilda ishlab chiqarilgan qorasidan do'stlar, ko'ringlarchi. Qop qorasidan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, oldin ochib berasizmi? Oldi kraskalari bor ekan-a? Xo'p, ABS konseyner gidravlikasi bor ekan, amayzeri bor akalar, metallar ham qo'yilgan ekan. Holatlarni aytadigan bo'lsak, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, faqat oldini elektron, orqalari mexanический bo'ladi. Probeg 281 ming. 281 ming yurgan akalar, yevroga ishlab chiqarilganlaridan. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Orqasi ochiq ekan o'zi. 281 ming o'ziniki aka. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi.
pollarni ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi holatda. Kraskalar qanaqa aka? Kapotda o'ng tomon kriloda bor. Bitta krilo, bitta kapot. Qolgan joy tozami? Qolgan joylari toza ekan. O'z mingan moshinami? Dehqon egalaridan ekan akalar. Narxini qancha aytyapsiz? 7000 kami bor. Variant yo'llari bormi yo naqmi? Faqat naq puli sotilar ekan do'stlar. Kimga yoqsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz 95lik 480 20 27 raqamlariga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Bozor nech pul qilyapti aka? Hali savdo bo'lmadi. Mana telefon qila olamiz akalar.